Hammalarga salom bolalar, sizlar bilan Sofoplay kanali va uzr bolalar, bir kunlik montajli videom YouTube tomonidan o'chirib tashlandi. Chunki u yerda juda ham ko'p narsalar va hamda baqirichli narsalar bo'lgani uchun ham o'chirib tashlandi. Ya'ni men bu ferma qurgandim. Afsus, o'shanda sizlarga gapirayotgan paytimda keyin endi videoni qo'yaman degan o'chib qoldi. Endi hozir uxlashimiz kerak, lekin hozir cho'ta uxlash xavfli bo'ladi bolalar. Bu hardkorda yuzga yashaymiz degandim. Tush kravat bo'lmay o'l. Qotdi. Yo'q. Qotishim kerak bo'ldi. Men tezroq uxlab qolishim kerak, chunki unda hozir yomon bo'ladi. Tezroq uxlayman. Unda uxlagandan so'ng videoni yoqaman. Va bolalar, uxlayapman. Hechmi yo'qmi? Menimcha yo'q. Bolalar yaxshi. Unda biz hozir mob fermaga borishimiz kerak. Undan avval esa dolduramiz. Ya'ni o'rgimchaklarni. Mob fermam ishlayaptimi? Uncha bilmayman, lekin o'tgan safar atiga 2 dona suyak tushgandi. Mana buni o'zim olganman-ku. Ay, narslarim tushgan. Menimcha oqsigan o'zimda mana biroz bo'lsa ham tushibdi narsalar bolalar. Lekin afsus, endi Afrikaga turamiz. Sizlar bilan bugungi videomizda albatta hardkorda yuzga yashaymiz degandim. Unda hozir kunlarda ko'rsatishim mumkin, lekin buning uchun ancha vaqt ketdi. Lekin men shungacha temir aslaga yasamabman. Unda kunlarda ham ko'rsataman, hamda temir aslaga yasab bo'lgandan keyin so'ng videoni yoqaman. Aytgancha bolalar, o'zimga shaxta qilgim kelmayapti. Chunki u shaxtada keyin nima bo'lishi mumkin kerak bo'ldi. Men shu narsadan qo'rqdim. Shuning uchun men har shaxta qilganimni yoqib chiqyapman. Bu 54-kunga o'xshab. Videom o'chib ketgan to'g'ri, chunki hammasini o'chirib tashlaganman oldin. Ko'rganlar biladi. 54-kunda o'sha o'zimiz shaxtami deb o'sha fakil qo'ymasdan qurib ketgandim, lekin ba'zi joylarda fakil qo'ygan joyimda paydo bo'libdi u. Creeper. O'ldirib ketdi meni. Qaramaganman o'shanga. Anchadan beri shaxta qurmayapman. Yo, mana shunaqa shaxtalarga tushib ketaman hozir. Yoki mashqqa tushib ketaman u. Unda qani olg'a. Va oxirgi temirimni ham olib bo'ldim. Nega menga daraja qo'shilmadi? Yoki slaytga qo'shilibdimi? Hozir bitta slayt tekshirib kelib bo'ldi. Va bolalar, negadir slaytdan topaman. Unga menimcha e'tibor bermaymiz. Va temir aslahalarimni yasa boshlashni navbati keldi. Nima bunday bo'lib qoldi? Amalga temir aslahalarimni yasashni navbati keldi. Endi bizga cho'plar kerak. Endi bunday temir kiyimlarimiz bor, hamda aslahalarimiz ham bor. Endi biz bemalol almasga tushamiz. Almasga olayotgan albatta sizlarga ko'rsataman. Unda yana o'sha shaxtam yo'lig'i. Lekin men fakir yo'q bo'lgani uchun hali bitta ham pul topaman. Shuning uchun fakir tushyapman. Qanaqa desanglar, yana qo'rqamiz. Lekin tez bo'lyapti. Qarorchi qanday tushyapti? Unda hozir yana fakir olamiz. Undan avval ko'mirga olamiz. Unda olg'a. Va bizni birinchi ko'mirimiz. Buni olamiz.
Wow. Bolalar anchagina ko'mir bor ekan va 53 ta. O'zimda yana 20 ta bor edi. Shundan olgandim. Hali buni nima qilaman? To'g'ri. Bitta qo'rqaman. Unda kelasemiz. O'tgan safar buni qilganda daraxtni qo'mabdi. Daraxt chopamiz. Kam ketdi sizlar bilasizlar, men bitta chopadi, ko'mirlar o'shanga kam ketadi. Yana chopaman. Nega o'stibdi? Biratalar endi ko'pgina fakellar desaymiz bolalar. Albatta buni pauza qilaman. Chunki bitta fakel uchun pauza qilish bu. Ahmoqona ish. Menda suv yo'qmi? Suv olgandim o'shanda. Malchik siqmoqda. Unda hozir suv olib bazamga qaytaman. To'xta, suvni oldim. Bunlar olib ketaylik. Inson shu yerda qoladi. Olib qolayım. Qandaysan? So'q qo'li. Qoch ketdim. Voh, kartoshka. Albatta bugun bir kartoshka kavur qo'yarkanman. O'zga kiras qorni ochadi ketdik bolalar. Hozir bitta uxlaymiz keyin meni almas topgan variantlarim ko'rsataman. Unda ol. Va bolalar, короче, hamma qo'llagan narsani ko'rsam, kichkina qo'llaganni endi chiqdi. Birinchi men omadli chiqqanim. Mojibga ketgan tujudan to'qqizdan nima? Tak bor, omadli. Yangi beryapti. Yo bu boshqachasi. Qo'lga tashirgan joyim bor. Shuni fotosi yo'qmi? Shunga tashirdim. Bu bunaqa bo'lib chiqdi. Nima farqi bor? Dedim men. Mashinaga qo'rqdim. Qanday tashigan joyim? Tepaga tashirdim hozir. Hozir bola shunday mashinalar to'g'irlaymiz-da. Unda qani to'g'irlashga olg'i. Shunaqami? Bola tepaga boraymiz. Mitti tamana bola tashigan joy mana. Mashina tashirgan. Bunday menga ochib beraveribdi. O'shandan birinchi qismda 2 marta daraxtga ochib bergan. Mudlarda deb yozganda. Teksturamni qo'shganimda sal o'zgartiradi. Lekin o'xshamagan baliq qo'shib qo'ygandim. Ikkita ochib bergan. Hamma bolalar e'tibor bermaymiz degan umiddaman. E'tibor bermaymiz baribir. Bizga ochib qo'yarmiz. Almas yaxshi. O'ylaymanki, almas birimga yetadi. Men lekin bekorga ko'rmayman. Bir qarab qo'yayım. Almas. Ancha bor ekan. Keyin redstone birinchi chiqishi. Birinchi chiqishi redstone. U telefonim uchun yonib qolgandan keyin boshqa deb hisoblanib olmaydi. Chunki katta chiqimiz kerak. Da 20 ta olmaz men uchun menga yetadi. O bitta. Ayo, qo'llayman degandim-ku. Nega yorqib turaman dedim. Bitta bosaman yo'q qoladi. Zo'r bo'ladi demoqchi mayli bolalar.
Endi hozir bundan tepaga chiqib olaman. Bu videoni tugatib mayli sizlarga ko'rsataman. Ama mana shuncha qolib chiqqanman bugun. Ko'rsatib shaxta chiqqan. Başta çorganım. Koravlı. Abi kelimesi var. Uzun olmuş. Ana o'shandan ko'rinib ketgandi. Ko'chada tungan. Mayli bolalar, hammalarga xayr. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sizlar bilan So'g'uqlay kanali bo'ldi. Shu bilan bolalar bizning videomiz tugadi. Hammaga xayr.